Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilida navbatdagi grammatik qo'shimchalarni ko'rib chiqamiz. Hop, ketdik. Birinchi o'tadigan grammatikamiz sizlar bilan bu faqat gina degan tarjimani oladigan otlarga qo'shilib keladi. Man degan mana bu grammatikani ko'rib chiqar ekanmiz. Bu grammatikani ishlatayotganda tarjimasi ikkita va buni qo'llanilishi ham ikki xil holatda bo'ladi. Nega deydigan bo'lsak, bu otning o'zagiga qo'shilish bilan kifoyalanar edi va mana bu tarjima faqat degan tarjima otning oldiga qo'yib turib tarjima qilsak yana tabiiyroq, yaxshiroq chiqadi. Buni misollarda ko'rib chiqaylik. O늘 학교에 학생 한 명만 왔어요 degan narsa bo'lyapti. Mana bizda man qo'shdik. Ya'ni bugun maktabga o'quvchi bittagina yoki faqat degan tarjimani qo'yadigan bo'lsak, endi mana bu yoqqa bizga tarjima o'tadi. Faqat bitta o'quvchi keldi degan tarjimada qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisida ko'raylik. 가게에서 공책만 샀어요 yoki sayo degan narsada ishlatadigan bo'lsak, mana bu joyda kelyapti bizda man degan qo'shimcha. Do'kondan o'sha daftardigina sotib oldim. Endi ginani qo'ygan paytimiz, faqat degan tarjimani qo'yadigan bo'lsak, 가게에서 ya'ni do'kondan faqat daftar sotib oldim deb turib tarjima qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu man garchan otdan keyin kelayotgan bo'lsa ham tarjimani faqat degan payti qo'yadigan bo'lsak, undan oldinga o'tib ketadi. Shu joyini yaxshilab eslab qolinglar. Demak, bu qo'shimchamiz otlarga qo'shilar ekan, tarjimasi faqat yoki ba'zida gina degan tarjimada kelar ekan va ko'rinishi mana bu shaklda man shaklda yozilar ekan. Xo'p, keyingi grammatikaga ketdik. Keyingi o'tiriladigan grammatikamiz ham ot turkumiga qo'shiladi, ya'ni otning o'zagiga qo'shilib kelib, pakke deb turib mana bu tarzda yoziladi. Dan tashqari degan tarjimani berar edi. Xo'p, endi eslaringda bo'lsa, o'tgan darslarimizda biz o'tgan edik, adashmasam, pakke tashqari, ya'ni ko'cha degan narsalarni biz o'rgangan bo'ldik. Va bu grammatik holatda keladigan bo'lsa, dan tashqari degan tarjimani olib ketadi. Va eslaringda tursin, bu grammatikani ishlatganimizdan keyin aksar holatda, juda ham ko'p holatlarda mana bu fe'limiz keladi, ya'ni opta degan, yo'q degan tarjimada nimadandir tashqari mana shu yo'q degan misollarda ishlatamiz. Hop, buni misolda ko'rib chiqadigan bo'lsak, 교실에 선생님 밖에 없어요. Mana aytganimdek, 없어요, opta degan fe'limiz kelyapti. Demak, sinf xonasida o'qituvchidan boshqa, ya'ni o'qituvchidan tashqari yo'q hech kim degan narsa bo'lyapti. 냉장고에 uyu 밖에 없어요 deydigan bo'lsak, ya'ni xolodilnik, muzlatgichda sutdan tashqari o'sha hech narsa yo'q. Yo'q degan narsa bo'lyapti. Demak, bu grammatikamiz bir narsadan tashqari mana shu narsa yo'q degan holatda ishlatilar ekan. Ot turkumiga oid bo'lgan so'zlarga qo'shamiz. Ko'rinishi esa mana bu pakke degan ko'rinishda yozar ekanmiz. Xo'p, buni ham yoza olamizda va keyingi grammatikaga ketdik. Endi keyingi grammatikamiz ozgina murakkabroq. Bu nega murakkab? O'zi buni boshqa darsliklarda bo'lib o'rgatishadi. Men birayo'la sizlarga 3 ta ko'rinishda keladi. O'shani hammasini birayo'la tushuntirmoqchi bo'ldim va hozir shuni ko'rib chiqamiz. Demak, bu o'zi otlarga qo'shiladi, bu ham ina degan shaklda yozilinadi. Endi mana bu joyi esda tursin, qavsdagi holati bilan yoziladigan bo'lsa, otimizning ot turkumiga oid bo'lgan so'z kelayotganda undosh bilan tugaydigan bo'lsa, ina degan shaklda qo'yamiz. Agar bu unli bilan tugaydigan bo'lsa, na degan shaklda mana buni o'zini qo'yish bilan kifoyalanamiz. Xo'p, buni tarjimasi esa birinchi tarjimasi esda tursin, yoki degan tarjimada keladi mana bu. Va ikkinchi tarjimasi chalik. Bu taxminda ko'proq ishlatilinadi va bo'lsa ham nimadadir mana shu ginani bo'lsa ham qilgin yoki yegin yoki va hokazo shunga o'xshagan gaplarda mana bu tarjimani olib keladi. Kelinglar, buni misollarda ko'rib chiqamiz. Omoni murina jusi chuseya. Mana ko'ryapmizki, otga qo'shilib kelyapti. Mul nima edi bu? Suv degan so'zimiz edi. Ya'ni oyi yoki ona, suv yoki mana birinchi tarjimasi kelyapti. Sok, ya'ni sharbat bering degan narsa bo'lyapti. Oyi, suv yoki sharbat bering. Endi ikkinchi tarjimasini ko'rib chiqamiz. Chinguril tu shiganina kidaryotsayo degan narsa bo'lyapti. Do'stimni 2 soatcha kutdim. Mana bizda kelyaptiki, bu tarjimasi ham. Endi uchinchi tarjimasini ham ko'ramiz. Achimbuto pap an mog'oninde pangina mog'oyo. Ya'ni ertalabdan buyon mana bu grammatikalar esda, soat o'tganimizda o'tdik, bu to'tgachi deb turib va o'shandan dan degan tarjima. Ya'ni ertalabdan ovqat yemagandingda non bo'lsa ham, mana bu joyda bu pang deganimiz nonida, non bo'lsa ham yeb olgin, yegin degan narsa bo'lyapti. Demak, sizlar bilan hozir 3 ta ko'rinishdagi
tarjimada keladigan grammatikamizni ko'rib chiqdik. Bu ot turkumiga qo'shilar ekan, ko'rinishi ina shaklida keladi va ko'rib turibmizki, uchala tarjima ham bir-biridan juda ham farq qiladi. Kelish holati ham boyagindek o'zgacha. Demak, yoki deganimizda biron narsa u yoki bu degan narsamizda keladi. Chachalikda taxmin ko'proq bu vaqt, soatlar, shunga o'xshagan narsalarda ko'proq ishlatamiz buni va mana bu bo'lsa ham degan tarjimamiz hech bo'lmasa mana shuni qiyin, mana shuni bo'lsa ham yeb olgin va hokazo degan narsalarda ishlatar ekanmiz. Bu grammatikamizni ham yozib olamiz. Va sizlar bilan uyga vazifani ko'rib chiqamiz. Endi uyga vazifamiz alohida qilib berdim bu safargisini. Bu birinchi grammatikaga oid bo'lgan uyga vazifa hisoblanadi. Birinchi sizlar bilan nima o'tdik? Albatta sizlar bilan birinchi o'tdikki, gina faqat degan grammatikani o'tdik. Demak, o'sha grammatikaga oid bo'lgan mashqlar. Pumunimi ta hanguk saramiyo, ya'ni ota-onangiz hammasi koreys odamimi desa, aniyo deyapti. Yo'q. Endi mana bu joyda alohida berib qo'ydim. Omoni hanguk saram, aboji miguk saram. Ya'ni onasi koreys odami, otasi demak amerikalik ekan. Biz mana bu joyga yo'q deb turib, otasi ya'ni onasigina koreys odami deb yozishimiz kerak bo'ladi. Boyagi man degan grammatikadan foydalanib. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Chibe hyongi isoya, uyda akangiz bormi desa, aniyo yo'q. Nima deymiz? Chibe yo tongseng isoya, ya'ni uyda ukam bor. Yo'q. Uyda ukamgina bor deb turib boyagi grammatikani qo'yib ketishimiz kerak bo'ladi. Bu uyga vazifa. Buni yozib olinglar va keyingi uyga vazifani ko'rib chiqamiz. Keyingisi biz sizlar bilan ikkinchi grammatikani ko'rdik. U nima edi? Pakke dan tashqari degan grammatikani o'tdik. O'shanga doir uyga vazifamiz. Oje mani kongbu hessoya, kecha ko'p dars qildingmi desa, aniyo tushigan dan tashqari degan narsani qo'yib, bu testda yo'q, 2 soatdan tashqari qila olmadim degan gapimizni mana bu qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bu umumiy, mana bu grammatikamizda, ya'ni so'zimizda. Xo'p, keyingisi hyongi isoya, akangiz bormi deydigan bo'lsa, aniyo tongseng opsoya, yo'q, ukam dan tashqari yo'q degan narsani aytishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni akangiz bormi desa, yo'q, uyda umuman o'zi ukamdan boshqa hech kim yo'q degan narsani aytib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni ham yozib olamiz daftarimizga va keyingi uyga vazifamizga ketdik. Keyingisi endi oxirida biz ko'rib chiqqanimiz 3 ta ko'rinishda keladigan o'sha ina degan grammatik qo'shimchamiz. Xo'p, Shijangga ottoki kayo, ya'ni uyga qanday boramiz yoki boriladi. Bozorga qanday boramiz degan narsa bo'lyapti. Shijangga bossi, ya'ni bozorga avtobus yoki metroga mining degan narsa bilan aytishimiz kerak. Mana bu joyda biz yoki degan tarjimasini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi undan keyin hakka eso chipkaji hanshigan kolyayo deyapmiz. Ya'ni maktabdan uygacha 1 soat cha degan narsani qo'yishimiz kerak mana bu joyga. Vaqt oladi degan holat bilan bo'lyapti. Demak, bu joyga chani kirgizar ekanmiz boyagi grammatikani qo'yib. Oren mane mannasinika cha hanjan machayo. Ya'ni uzoq vaqtdan beri endi uchrashgandikda bir stakan o'sha choy ya'ni choy bo'lsa ham ichaylik degan narsani qo'yamiz. Demak, bu joyga bo'lsa ham deb qo'yar ekanmiz. Xo'p, buni ham yozib olamiz va yanagi darslarda sizlar bilan ko'rishguncha xayr.